ham o'shanga loyiq bo'lgan. Oldingi yoshlarning tarbiyasi ham boshqacha bo'lgan. Endi hozir ikkita bo'lib qoldi. Ikkovi yo'q bo'lib qoldi. Ustalar xafa bo'lmaylari, sizlar ham o'zi shunga nistoid bo'lib qolyapsizlar. Nimaga sizni qizlar bilan ko'ryapti, manjalaqalar bilan ko'ryapti, nasha chekkangizni ko'ryapti. Ustani qarasa emganlar mast bo'lib qolib, qaket ekanini o'zi bilmayotganini ko'ryapti, so'kinayotganini ko'ryapti, beodobligini ko'ryapti, uyda egasini aldayotganini ko'ryapti. Ustaxona mashinada tuzatadigan usta bo'lsa, mashinasi egasini aldayotganini ko'ryapti. Qatta u ustada haybat qoladi. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, men uni usta emasman, men valiyullohman, avliyoman deydigan bo'lsa, unda shogird ayb. Unda shogird beodob. Hozir shogird bo'lib kelib va qo'liga asbob ushamay turib, haftamga nechta pul berasiz deyapti. Shuning uchun zo'r usta yo'q hozir. Oldin shogirdlar pul olmagan. Nimaga desa, chunki o'sha yerda qilgan mehnatini ustadan hunar olayotgan evaziga ishlab bergan. Ustalar lekin bergan. Shogird qancha berasiz demagan. Shuning uchun hozir zo'r ustalar ham yo'q-da.